Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana men bugun Avenue Z bilan East 14 turibman. Bu yerda o'zingiz bilasizlar, Shipshead Bay, busy rayon. Odamlar gavjum. Magazinlar ko'p. Yana bu yerda o'sha remont, ichishka одежды, alteration shunaqa nimalar bor, magazinlar bor. Shuni bugun reklama qilamiz. Bu narxini tushirdik. Bu 50 ming edi. Hozir 25 mingga beraman deyapti. O'zi egasi bu yerni 10 yildan beri boshqaradi va o'zi endi pensiyaga chiqmoqchi. Shunga yana bir bor ishkasini ko'rsataman. Tayyor biznes. Mana bu yerda narsalarni, o'sha zakazlarni qoldiradigan joyi. Mana bu yerda zal, ofis zal, ishlaydigan joylari. Bu yerda mashinkalari bor o'zlarini. Mana bu yerda fitting room, ya'ni narsa almashtiradigan joy. Bu yerda o'zi tualeti bor. Bu yerda kichkina oshxonasi bor va har qanaqa kerakli mashinkalar shu yerda joylashgan. Narsalar hammasi ichida bo'ladi shularni. Biznesni sotuvni narxini ichida. 25 ming deyapti. Arendasi arzon 2300. Har yil uncha katta ko'tarmaydi. Kimga qiziqarli bo'lsa, kimdir o'zini biznesini ochmoqchi bo'lsa, murojaat qilinglar, yordam beramiz. Sizdan broker fee olinmaydi. Shunga murojaat qilinglar. Rahmat, salomat bo'ling.